Assalomu alaykum dadajonisi. Va alaykum assalom. Darrov ochmaysan-a? Kalitni o'zingiz bilan oling deb necha marta aytganman. Qarang, xamirli qo'llarim bilan chiqib keldim. Meni kalitim o'zingsan. Bilasan, doim kalitimni yo'qotib yuraman. Hozir ham mana cho'ntagimda yo'q. Yana yo'qotdingizmi? Bilmadim, qayerga qo'yganim esimda yo'q. O'zingiz kelibsiz. Seni yo'qotmasam bo'ldi. Kulim. Qani Nodirjon? Nodirjon ishda qoldi. Ataylab erta keldim chunki senga atalgan sovg'am bor. Qanaqa sovg'a dadasi? Ko'zingni yum. Hazillashmang, yosh bolamizmi? Yo'q, ko'zingni yummasang bermayman, lekin zo'r sovg'a. Yumishingga arziydi. Yumdingmi? Bo'ldimi? Yo'q, to'xtab tur. Bo'ldingizmi? Och. Dadajonisi, bu mengami? Albatta senga. Nima? Shunaqa qimmatbaho sovg'aga arzimabsan? Albatta arziysan. Rahmat dadajonisi. Yo'q. To'xta. Shu xamir qo'ling bilan ushlamoqchimisan? Bor qo'ling-yu. Tilla turganda xamir ham esdan chiqib ketar ekan dadasi. Bo'lsa xamirlar ichiga kirib qoladi. Bor. Xo'p, hozir. Voy, juda xursandsiz-ku, a? Voy, rahmat. Eringni ish qilganda ko'r, jaraq-jaraq pul topganda ko'r deb to'g'ri aytishgan ekan. Qani. Yarashibdimi? Tillami? Ha. Toza tilla. Voy. Erim sovg'a qildilar. Eng qimmatidan bo'lsa kerak-a? Ha. Yarashibdi. Rahmat. Shu desangiz gapimizga taqib bormoqchiman. Yaltillatib. Qo'shnilar bilan gapgami? Bilasiz-ku, ayol kishini baribir ham tilla go'zal qilib turadi. Dadajonisi yana yoniga o'ziga mo bermoqchilar. Voy. Rosa baxtingiz kulgandek, bir ham havas qilaman sizga. Qimmat bo'lsa kerak-a? Ha, nima men qimmatga arzimaymanmi? Yo'q, arziysiz, voy. Bunaqa tilla zanjiri ikkitasiga arziysiz. Menga qarang, sizga ham xo'jayingiz biror narsa sovg'alar olib berganmi? Yo'q. Bermaganlar. Tug'ilgan kunim yaqinda lekin. Voy, xafa bo'lmang. Tug'ilgan kuningizda biror narsa olib beradilar. Qaydam. Lekin mani erim siz eringizga o'xshab bunaqa surpriz qiladiganlardan emaslar. Ular doim ko'chadagi ishlarni o'ylab yuradilar. Voy, bu hadeb ko'chani ishini o'ylamasdan sizni ham o'ylasin. Kelsa didiyoyingizni qiling. Tug'ilgan kuningizga biror narsa olib beradi keyin. Balki. Ha, bo'pti, men uyga bora qolay. Hozir xo'jayinim bilan Nodirjon keladilar. Bironta ovqat qilarman. Choy iching, choy ichmang. Keyin safar chiqaman, xo'p? Mayli. Rosa yarashibdi. Meni nima kam joyim bor? Men ham aytib ko'rsammikin? Hali men ham aytaman. Men ham gapga tilla taqinchoq bilan boraman. Nimadir bo'ldimi? Kayfiyating yo'q? Ko'p narsa bo'ldi. Xo'sh. Nima gap ekan? Huvaydo qo'shnimiz chiqdi boya. Eri bo'yniga qalin tilla zanjir olib beribdi.
o'shani maqtanib chiqdi. Bo'ynida yaltirab turibdi. Xo'sh, nima qilibdi shunga? Nima qilibdi shungamush? Sizga turmushga chiqqanimga 10 yil bo'ldi. 10 yildan beri bitta sovg'a ko'tarib olib keldingizmi? Qizil gaplarni gapirasan a? Mana men o'zim senga eng zo'r sovg'aman-ku. Doim shunaqa deysiz. Ishdan bo'shamaysiz. Ishga borasiz, ishdan kelasiz, charchaysiz, uxlaysiz. Men ham ayolman-ku axir. Kim senga ayolmassan deyapti, onasi? Bo'ldi, jahlimni chiqarmang. Menga ham xuddi shunaqa tug'ilgan kunimga tilla zanjir olib berasiz, xo'p? Menga qara, o'zi hozir xarajatlar tiqilib yotibdi. Tilla zanjirga balo bormi hozir? Tug'ilgan kun 1 yilda 1 marta keladi-ku, dadasi. Nima qilibdi men ham qo'shnilarga maqtanib qimmatbaho sovg'a berdilar erim desam. Undan keyin oy oxirida qo'shnilar bilan gapimiz bor. Qo'yda o'sha tilla zanjirni taqib, yangi ko'ylakda gapga keladi. Menchi o'sha eski ko'ylagimni kiyib, hech narsa taqinchoqsiz so'ppayib boramanmi? Ana tilla uzuging bor, taqib boraverasan o'sha. O'zingni to'yimga olib bergansiz. Uyalmaysizmi? 10 yildan beri birorta ham qimmatbaho sovg'a olib bermagansiz. Anu Huvaydoni eri xotinini tillalarga ko'mib tashagan. Bo'ldi qil. Birovni xotinini gapirma menga. Doim shunaqa qilasiz. Toqatim toq bo'ldi. Sovg'a olib berasizmi, yo'qmi? Ayting shuni. Voy, Nodirjon keldingizmi? Akangiz ham keldi? Ha, hozir kelib qoladi. Nodirjon? Xo'p. Nodirjon, qali? Yarashibdimi? Voydod. Qulluq bo'lsin. Rahmat. Zodagon ayoladek bo'lib ketibsizmi? Akajoningiz sovg'a qildilar. Xo'sh, yarashibdimi? Akamlarni topib oladilar-da. Juda ham sizga yarashibdi. Qo'rg'oshin misiga tushgandek. Nima deganingiz u, Nodirjon? Qanaqa qo'rg'oshin? Bu toza tilla. Ana, Nafisaxon chiqqan edilar. Maqtangandim. Bechorani eri bitta tilla tugul, bir dona gul ham sovg'a qilmas ekan. O'tkirsiz kenayi, juda ham o'tkirsiz. Hozir Nafisa opa erini gijgijlab pul undirayotgan bo'lsa kerak-a? Nodirjon, bitta gul olib bermagan erkakdan pul chiqarmidi? Keyin boshingizni almashtirib chiqing, ovqatsiz ham. Xo'p, qanaqa ovqat? Chuchvara qilgandim bugun. Bu deyman, har kuni shunaqa tilla zanjirlar sovg'a qilgandan keyin shirin-shirin tansiq ovqatlar ham tayyor bo'lib ketar ekanda. Bo'ldi, kesatmang. Ovqatingizni suzaman. Bo'la qoling. Nima, meni bitta sovg'achalik ham qadrim yo'qmi? Boshqa ayollarni qarang, mashinasi bor, kunda kunora bozorga tushib kiyinib chiqadi. Men bo'lsam mana shu to'rtta devor ichida farzandlaringizni boqib, xizmatingizni qilib yuraman. Jonga tegding-ku, ha? Nima shu sovg'ani olmasang, yasholmaydigan bo'lib qoldingmi? Nima? Joningizga tegdimmi hali? Qadrim shu bo'ldimi meni? Sizdan buni kutmagandim. Nafisa, men ishlarimni bir yoqli qilishim kerak. O'zi mashina olaman deb pul yig'ib yuribman. Sen bo'lsa tilla zanjir deysan. Hozir o'sha ortiqcha matohning nima keragi bor? Hozir o'sha ortiqcha matoh menga kerak. Menga kerak o'sha matoh. Tug'ilgan kunimda opa-singillarim oldida chiroyli qilib taqib yurgim keladi. Qo'shnilarga mana meni erim tilla zanjir olib berdi deb maqtangim keladi. Qanaqa gapni tushunmaydigan xotinsan-a?
ertaga bitta qo'shning xotiniga Malibu olib bersa, menga ham deb video qilasanmi? Yo'q. Sovg'a olib bering bo'ldi tug'ilgan kunimga. Boshqa mashinasi ham, boshqa narsasi ham menga kerak emas. Faqat tilla zanjir olib bering. Men ham xuddi o'sha Huvaydoga o'xshab qo'shni ayollarni oldida ichini kuydirib yuring. Qo'y, ichini kuydirmay qo'yoqa. O'zi hozir ro'zg'orga pul topa olmay ichi kuyib yurganlar juda ham ko'p. Sen xotinlarga hech tushunmayman o'zi. Bir-biringni o'zaman deysan. Undan ko'ra bir ish, tayinli ishni boshingni tutgin. Oxirgi marta so'rayapman. Tilla zanjir olib berasizmi, yo'qmi? Yo'q. Menda ortiqcha pulning o'zi yo'q. Hali shunaqami? Bo'lmasam, bugundan boshlab ovqatingizni ham o'zingiz qiling, kirizni ham o'zingiz yuving. Menga umuman gapirmang. Shunaqa. Tavba qildim. Nima uchun urdi bu xotinni? Shu paytgacha yaxshigina yashab kelyapti. Botir bilan gaplashib qo'ymasam bo'lmaydi shekilli. Charchamadingmi? Yo'q, rahmat. Aka, sizga bir gapim bor edi. Gapir, tinchlikmi? Kenayimga tilla zanjir sovg'a qilibsizmi? Nimaga so'rab qolding birdaniga? Xafa bo'lmang-ku. Undan ko'ra to'yimga pul yig'sa yaxshi bo'lardi. Nimaga buncha shoshilasan? Uylanging kelib ketyaptimi? Men shoshilmayapman aka. 30 ga kirdim. Ha, meni bilasan-ku. Bizga mayda-chuyda to'y qilish yarashmaydi. Ozgina pul to'playlik. Dang'illama qilib to'yingni o'tkazib beraman. Xavotir olma. Siz kenayimga shunaqa qimmatbaho sovg'alar olib berganingizdan keyin qayerdan to'yga pul yig'amiz? O'zini nima munosabat bilan olib berdingiz? Nima edi? Hali oyligimiz chiqqani yo'q-ku. Juda ko'p gapiryapsan-da, Nodir. Ko'p narsa bilsang, tez qaraysan, tushundingmi? Aralashmaginda ishingni bilib qilgin. Nafisaxon, nima bo'ldi? Ne siqilyapsiz? Bo'ldi, yig'lamang. Xafa bo'lganingizni ko'rib, men ham xafa bo'lgim kelyapti. O'sha kuni sizga o'zidan o'zi eri sovg'a qilganman, shu tilla taqinchog'i ko'rib, men ham erimga iltimos qilgan edim, tug'ilgan kunimga sovg'a qiling deb. O'ylamang, Nafisaxon. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Nima deganlarini bilganingizda edi? Nima dedilar? Men senga tilla zanjir olib beradigan boyvachchamidim. O'zi oylikka zo'rg'a ro'zg'or qilayotgan bo'lsam, tilla zanjirga pulim yo'q, dedilar. Shunaqa dedilarmi? Yaxshi joyda ishlaydilar-ku. Ha, bir oyligidan olib bersalar, olib beribdilar-da. Sizdek guldek xotinlariga. Shu oilaga ketib qolsa, yana qolgan oyligidan qo'shib qo'yadi o'sha pulni. Yig'lamang, Nafisaxon. Havasim keladi. Har safar mana shu bo'yningizdagi tillarni yaltilatib ko'chaga chiqqaningizda ko'zlarim o'ynab ketadi. Qarang chiroyliligini. Voy. To'g'ri. Sizda ham bo'lishi kerak. Menga qarang. Eringiz yig'ib qo'ygan puli bormi? Ozmoz bor. Mashina olaman deb yig'ayotgandilar. Ha, o'sha mashinani keyin olsa ham bo'ladi-ku. Pulni olib chiqing. Ikkalamiz do'konga boramiz. Ha, endi bunday zanjir olmasak ham shunga o'xshashini olib kelamiz. Nima dedingiz-a?
Yo'q, Yo'q, qo'ysiz-chi. Birga yashayotganimizga 10 yil bo'lgan bo'lsa, hali bitta guldasta olib kelmagan erim, undan beso'roq pulini olsam, quvib haydamasinlar yana. Voy, tinchlik kerak emas, tillasi ham. Shunaqa sodda xotinsiz-da, Nafisaxon. Nimaga sizni quvib haydaydi? Shuncha yildan beri bitta yostiqqa bosh qo'yib kelasiz. Tug'ilgan kuningizga o'zingizga sovg'a qilsangiz qilibsiz-da. Tug'ilgan kuningiz vaqtida eringiz jahli chiqmaydi. Yaxshi qilibsan xotinjon deydi. Nima deysiz? Indamasmikin? Nimaga indiydi? 10 yildan beri bitta sovg'a bermadingiz. O'zimga o'zim sovg'a oldim desam, keyin ozgina jahllari chiqib, tushunsalar kerak. Tushunadilar. Shunaqa qilamizmi? Shunaqa qilamiz. Bo'la qoling, kiyinib chiqing. Bo'lmasam siz ham tayyorlanib turing, xo'pmi? Bo'ling. Bo'ldi. Shu tilla zanjir olsammikin, olmasammikin? Olsam. Bobur akamning jahllari chiqishi aniq. Lekin Huvaydoni ham gapida jon bor-da. 10 yilda o'zimga bitta sovg'a olsam nima qilibdi? Bir og'iz qo'ng'iroq qilib Bobur akamdan ruxsat so'rashim kerakmikin? Ruxsat so'rasam baribir yo'q deysiz-da. Undan ko'ra o'sha taqinchoqni olib, taqib, keyin uzr so'rayman. Menimcha indamasalar kerak-a? Shunisi to'g'ri. Hozir tez kiyinib chiqmasam, meni kutib qoldi. Keling, Nafisaxon. Assalomu alaykum. Kelaylik. Zanjir ko'rgani keluvdik. Ko'ring, Nafisaxon. Qaysi yoqyapti sizga? Qanaqasini ko'rsating? Chiroyliligini. Mana bunisi sal menikiga o'xshar ekan. Shuni olib berib yuboringchi. Yo'q, kerak emas. Qimmatligini qarang, qo'shni. Yo'q, mana bunisini. Voy, bu nima deganingiz? Juda ham chiroyli ekan-a? Yo'q, bo'lmaydi. Rahmat. Mana bunisini ko'rsating, kichkinaroq. Nima qilganingiz bu? Juda qimmatini taqolmayman, qo'shni. Erim urishadi. Ha, nima? Arzimaysizmi siz? Tug'ilgan kuningiz bo'lsa, yoningizda qoladi. Qaysi biri? Mayli, mana bunisini ko'rsata qoling. Qani? Yarashdimi? Voy, shunaqa yarashdim. Narxini ko'raylik. Voy. Qo'shni qimmat. Bo'ldi. Mana shu Erim urishadi. Hech narsa qilmaydi. Yoningizda qoladi. Tug'ilgan kuningiz ekan-a. Mana shunisi o'rab bering. Yoqdimi? Yoqdi-ku. Ha. Erim ursa nima qilaman deb ham qo'rqyapman. Balkim senga yarashibdi der. Yo'q. Rahmat kattaku. Salomat bo'ling. Kassaga o'tiringlar. Yuring. Yo'q, aytdim-ku. Hech kim aralashmasin. Hozir o'zim boraman, hal qilaman. Bo'ptimi? Xo'p, yo'ldaman mana. Ha, qo'shni. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sonlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Zavodda ishlar yaxshimi deyman-a? Ha, yomon emas. Nasibaga yarasha bo'lib turibdi. Xotiningizga tilla zanjir olib beribsiz. Xotiningiz chiqib meni xotinimga rosa maqtanibdi. Tinchlik yo'qda o'shandan beri. Ha, endi erkak kishi bo'lib bir olib bersak olib beribmiz-da. Endi ayollarimiz xizmatlari bilan shunga arziydi menimcha. To'g'ri, olib bersangiz olib bering, lekin xotiningizga tushuntirib qo'ying. Ko'z qilmasin-da, maqtanmasin.
Endi Bobur aka. Biz xotinlarning ishiga aralashmaymiz. Qo'lingizdan kelsa, siz ham olib bering-da, hammasini hal qiling. Pulingiz bor-ku, yo'q emas-ku. To'g'ri, pulim borlikka bor, lekin uni zarur narsaga ishlatmoqchiman. Tilla zanjirga emas. Endi peshona teri bilan topganingizdan keyin bir tiyinigacha o'ylatib ishlatar ekansiz-da. Mayli. Ishga shoshtiruvdim-a? Bo'pti. Kiring. Choy qilamiz. Aytib qo'ying xotinga tushuntirib. Xotini rosa tuzlagan shekilli. Ichi yonayotibdi. Xudoyim. Assalomu alaykum Va alaykum dadasi. assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Siz yaxshi ko'radigan ovqat pishirib qo'ydim. Ja, kayfiyatingiz yaxshi bugun? Haligi tug'ilgan kunimga sovg'a oldim. Oo, buncha chiroyli. Yarashibdimi? Ha? Xuddi o'zimga yasalgandek-a. Shunaqa, tilla baribir tilla-da. Ey, tug'ilgan kuningga hali bor edi-yu. Kim sovg'a qildi? O'zimga sovg'a qildim. Qanaqasiga? Uydagi pullar bor-ku, o'sha pullaga oldim. Endi men ham maza qilib maqtanib yuraman. Gapda ham, o'rtoqlarim oldida ham. Nima? Qaysi pullaga? Uydagi siz yig'ib qo'ygan pullaga, undan boshqa pul yo'q-ku. Huvaydo bilan borib, arzon lekin sifatli narsalar sotilar ekan o'ta tillalar. O'sha yerdan oldik. Menga qara. Nega mendan beruxsat pullarni ishlatasan? Sen hali o'zboshimcha bo'lib qoldingmi? Sizdan so'rasam baribir yo'q derdingiz-ku. Nima qilibdi? Bitta tillaga arzimabmanmi? Qonimni qaynatma Nafisa. Bu pullarni ishlatadigan joyi bor edi, o'rni bor edi. Mana bu matohni topshirib, pullarni qaytarib olib kel. Bor. Yo'q. Bu oddiy narsamiki, borib pulini olib kelsa. Tilla-ku bu. Olib bormayman. Chiq. O'zimga ko'rinma. Yo'qol. Shunchalik ham borasizmi dadasi? Yarashibdi, buyursin, tug'ilgan kuning bilan siz nima qiladi? 10 yildan beri bitta gul ko'tarib kelmagansiz. Indamaganman shu paytgacha. Huvaydoni eri hech narsa bo'lmasa ham hamma narsasini olib beradi. Bayram emas, tug'ilgan kun emas, tillalar bilan ko'mib tashab, shu tilla zanjiri ham shunchaki sovg'a qildi. Nima qildi? Hey! Sen qachondan beri pullarni xotiniga havas qiladigan bo'lib qolding? Uni eri boshqa, yo'rig'i boshqa. Nima qildi siz o'sha boshqa erlarga o'xshab menga sovg'a olib bersangiz nima bo'ladi? Arzimaymanmi? Ayol kishiga bilsangiz, erkak kishini mehri kerak. Nafisa, mehr, boylik, sovg'a, buyum bilan o'lchanmaydi. Mol dunyoga buncha o'ch bo'lib ketding. Vaqt soati kelsa, olarsan o'sha matohni. Qachon keladi vaqt soati dadasi? 10 yildan beri kutaman, hali kelmagan. Qariganimda keladimi? O'zi o'sha botirni xotini aynitdi seni. Kecha ko'rib qolib o'ziga ham yetuvdim. Xotiningni tiyib qo'ygan, qo'lga olgin deb. Bor. O'sha pullarni olib kel. Olib kelmayman. Zanjir taqildimi bo'ldi, yechilmaydi. Sen hali menga gap qaytaradigan bo'lib qoldingmi? Ha? Pullarni olib ket dedim. Bor, chiq. Qani, yur. Pullarni olib kelasan. Yur dedim. Bormayman. Yur. Hozir. Voy. Ha, Nafisaxon tinchlikmi yo'qmi? Hammasi sizni bo'ldi. Qattan ham gapingizga kirdim. Endi ko'chada qoldim.
voy nima deganingiz bu tinchlikmi ishqilib nimaga yig'layapsiz-ku sen yig'ayotgan pullarni olgindim mashinaga yiqqan pulimni hammasini ishladim san qaytib olib kelib berdim haydab yubordilar voy sekinroq gapiring qo'shnilar eshitib qolishi mumkin ha yaxshi qilibsan demadilarmi qatta deydilar yaxshi qilibsan deb sizni eringiz aytadi mani erim olib borib pulini qaytib olib kelib berdi dedilar sharmanda voy bitta shu tilla zanjirchalik ham qadringiz yo'q ekanda Nafisaxon siz ham yaramga tushibmi endi nima qilay maslahat bering siz ham indamaysiz bitta zanjir deb ko'chada qoldimmi qo'ni qo'shnilarim oldida sharmanda bo'ldim sharmanda voy ota onamga nima deyman qavmi qarindoshlarim oldida sharmanda bo'ldim vahima qilavermang hozir qo'shnilar hammasi eshitadi boring uyingizga chiqing eringiz ham jahldan tushib qolgandir endi sizni ko'chaga qoldirmasa kerak baribir ham hozir do'konga bora olmaymiz yopiladi ertaga olib borib beraman dedi jonisi deng ho 10 yil deganda zo'rg'a erishgan zanjirimni do'konga olib borib berar ekanmanmi ertaga keyin puli qani desa nima deyman Nafisaxon erta bo'lsin bir gap bo'lar biror narsa o'ylab topamiz boring qo'rqaman-da qo'rqmang men mana shu yerdan qarab turaman biron gap bo'lsa oldingizga chiqaman qo'rqyapman-da nimaga qo'rqasiz boring bo'la qoling siz qarab turing xo'p yana chiqib yurmang xo'pmi xo'p hammasi sizni bo'ldi nima qilaman endi bir soatga ham yetmaydi bularni arasi nima qilyapsan eshityapman yoqqa birovni nimaga poylaydi bu kir uyga nega birovni eshigini poylab turibsan kap katta bo'lib ana Nafisani eri haydamoqchi bo'pti haydamoqchi bo'ldi ha nega bugun do'konga borgandik tilla zanjir oldik yig'ib qo'ygan pulini eridan so'ramasdan ishlatibdi so'ramasdan yaxshi qilibdi-da bo'lmasa nimaga kulasiz er menga aqllilik qilyapti-da o'zini xotiniga oshib tushibdi-da nima dedi endi bu erkaklarning gapi aralashmaginda ovqating pishdimi suzgin tavba biz ayollarni tushunib bo'lmasdi hozirgi kunda erkaklarni ham tushunib bo'lmaydigan bo'lib qoldi nima degan ekan dadasi nima dedi bugun do'konga borasan-a yana shu gapmi dadasi iltimos o'zimda qola qolsin Nafisa bilasan-ku bolalarni o'qishiga pul to'lashim kerak keyin mashina olmoqchiman ishga piyoda qatnayverib qiynalib ketdim axir nima shu pulga mashina berarmidi toma ko'l bo'ladi dadasi sotuvchiga nima deyman erim urushib berdi qaytib borgin dedi pulini qaytib berarkansiz deymanmi ustimdan kuladi-ku bu yog'i seni muammoying o'zing boshladingmi o'zing tugatasan jon dadasi iltimos xo'p deng tilla yonimda qola qolsin namuncha o'zingni o'ylaysan o'sha tilla oilamizni tinchligidan yuqori turadimi siz ham o'zingiz o'ylayapsiz-ku mashina olaman deb bo'ldi qil bo'lmasa hozir nima bo'lmasa bo'ldi gapni ko'paytirma pulni joyiga olib kelib qo'y
Mohi, ko'rdingmi? Rasmini jo'natgandim. Bo'ynimda yaltillab turibdi. 15 million so'mga optilar. Nima deganing bu? Nima? Dugonang toza tillaga arzimabdimi? Qachon kelasan? Vaqting bo'lsa kel, bir o'tirib gaplashardik-da. Mayli bo'pti. Xo'p. Huvaydo. Hammani eri ham san eringga o'xshamaydi. Qimmat zanjirlar olib bermasa kerak. Bu zanjirni oldiga qimmat zirak bilan o'ziga olishim kerak. Olmosli bo'lish kerak. Kelaya. Ha, Nodirjon? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Tinchlik emas. Tilla zanjir yeching. Nima deganingiz bu? Bo'ling, tezlashing. Nimaga yechib berar ekanman, Nodirjon? Nima deyapsiz? Akamni qamab qo'yishadi hozir. Tushunyapsizmi? Akangizga nima qildi? Ishxonadan, hisob kitoblardan kamomad chiqqan. 15 million pulni cho'ntakka uribdilar. Tushunyapsizmi? Qanaqa kamomad, Nodirjon? Qanaqa pul? Keyin tezroq yechib bering, hozir qamab qo'yishadi. Akam o'sha pullarga sizga tilla zanjir olib beribdilar. Hozir yechib bermasangiz qamab qo'yishlari mumkin. Akamga qo'shib meni ham qamab qo'yishadi. O'sha hujjatlarga men ham imzo qo'yganman. Tushunyapsizmi? O'sha pullarni hozir joyiga qo'ymasak, akam o'zlari bilan qo'shib meni ham qamoqqa tiqib qo'yadilar. Nodirjon, nima zanjirimni olib ketasizmi? Nima? Boshqa yig'ib qo'ygan pulingiz bormi? Yo'q. Bo'lmasa yechib bering. Sizga shu tilla zanjir muhimmi yo eringizmi? Keyin bo'ling, tezlashing. Xo'p, endigina erishdim degandim-da, Nodirjon. O'zi aytdim, ha. Shuncha pulni qayerdan oldilar deb. Bo'ling tez. Hozir. Tez yechib bering, bo'ling. Keyin tezlashing. Bo'pti, men ketdim. Endi nima qilaman? Qo'shnilarga nimani chiqib maqtayman? Mohiga nima deyman? Suyching qo'shni. Xotirjam boshidan gapirib bering, nima bo'ldi o'zi? Shu siz qo'shnijon tilla zanjirimni Nodirjon olib ketdi. Voy. Nega olib ketadi? Sotarmish. Voy. Nega sotadi? Erim zavoddagi pullarni ishlatib shu zanjirni menga olib bergan ekanlar. Voy, o'lmasa. Endi nima qilaman, qo'shnijon? Endi nima qilaman? Voy qo'shni. U zanjir o'g'irlangan pulga olinganmidi? Nima deganingiz bu? Qanaqa o'g'irlangan? Ortiqcha pulga olingan edi. Erim o'g'ri emas. Ha. Qo'shni, endi nima qilaman-a? Zanjirni taqib hamma qo'shnilarga chiqib maqtangandim. Endi zanjirim yo'qligini bilib turib, hamma endi ustimdan ko'radimi? Qo'shnilarni o'ylamang, Nima qilaman endi qo'shni? Pulni siqilmang. Hali Botir akam kelsin, kunini ko'rsataman. Yo'q, ko'rsatmayman. Sog'omon kesali bo'ldi. Nafisaxon, erimni nima qamab qo'yishadimi erta? Ha yo'q, nafasingizni shamol uchirsin, nega qamashadi? Qamab qo'ysa men nima qilaman, Nafisaxon? Qamashmas, unaqa demang. Endi nima qilaman, qo'shnijon? Shu zanjiri deb agar kerak emas, shu zanjiri ham erim sog'omon bo'lsa bo'ldi menga. Shu zanjiri deb yolg'iz o'tgandan ko'ra, zanjirsiz erim bilan yashaganim yaxshi. Olib qo'ying bu zanjiringizni, qo'shnijon. Ko'zimni o'ynatib, ichimni yondiryapti. Halol erimga kun bermay urishib,
bechoragina erimi. Botir akam kelarmik? Assalomu alaykum dadasi, yaxshi keldingizmi? Assalom, rahmat. Keling, kiring. Kayfiyatning zo'rligiga qaraganda yana nimanidir boshlading shekilli, a? Yo. Xavotir olmang, hammasi joyida. Do'konga borib, tillani olib bordim. Pullaringizni qaytib olib, joyiga qo'yib qo'ydim. Xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Rostdanmi? Rostdan. Dadasi haligi Botir aka olib bergan tilla bor-ku, u ishxonani pulidan olingan ekan, o'g'irlangan pul ekan. O'g'irlangan pulga xotiniga tilla zanjir olib beribdi. Keyin Nodirjon uni olib, o'zim hammasini to'g'irlayman deb zanjirni olib ketib qopti, yig'lab chiqib aytib berdi Huvaydo hammasini. Yomon ish bo'pti-ku, ha? Mayli. Nima bo'lganda ham yaxshilikka bo'lsin. Dadasi, meni kechiring. Sizdan bekitib pulingizni oldim. Siz yo'q desangiz ham baribir tilla sotib oldim. Jahlingizni chiqardim, gap qaytardim. Boshqa unaqa qilmayman, kechiring. Men tug'ilgan kunimga oilamiz tinch bo'lsa, siz sog' salomat bo'lsangiz, shuni o'zi eng katta sovg'a. Muhimi xatoingga iqror bo'lsan. Shuni o'zi yetadi. Ovqatingizmi? Ha, qorin rosa ochqadi lekin. Qani? Hozir. Nima pishdi bugun? Siz yaxshi ko'radigan sho'rva. Zo'r bo'pti-ku.